Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan har doimgidek Mansurbek. Sizlar bilan Svidaniya shouda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. O'rtoqlar, videoni boshida sizlarga amerikanskiy YouTube bo'yicha juda ham ishonchli kursni tavsiya qilaman. Nimaga men buni sizlarga tavsiya qilyapman? Sababi qolganlar Platniy VPN bilan 4 ta 5 ta ilovani skachat qilasiz deb ancha sizlarni qiynayapti. Eng qizig'i, bu kurs sizlarga tavsiya qilganim sababi bu kursda hech qanaqa VPN yoki 4 ta 5 ta ilovalarda skachat qil demaydi. Sizlarga 0 dan 100 gacha o'rgatadi va 120 kun ichida dohodga kirmasangiz, siz kurs uchun to'lagan pulingizni qaytarib olasiz o'rtoqlar. Kurs bo'yicha ma'lumot olish uchun o'rtoqlar, ekranda ko'rib turgan nomerlarga bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Boshladik. Voy, bu молодцы. To'polon tashladi bular. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. O'zizchi? Ha, rahmat, yaxshi. Qiynalib qolmadingizmi sizlarda? Shusi Necha gradus bo'lyapti o'zi? 45. 45? Voy. So'ng yana bu taraflar. Nima вообще? Biz tomonlar 30 bo'lishi kerak. 30 nima edi? Men ismim Patluk Esalusinga Esalutida. Asal. Asal? Sizga nima edi? Da. Meniki Mansurbek. Kecha yozuvdimi? Nima esladim? So'rayapman-da yana. E'tiboringiz qayerda edi? Ja, unaqa e'tibor bilan qilmabsiz-a? Nima ish qilasiz? Voy billa, nigina? Bitta ismingizni saqlab qola olmayman-ku. Ha? 2-3 marta eshitgandan keyin xotiramda qoladi ozgina bo'lsa ham. Nima ish qilasiz? Yo, o'qiysizmi? O'qiyman. Qayerda? Universitetda. Voy. Nima soha? Qanaqa soha? Turizm. Turizm? Da. Voy, endi u turizm qanaqa bo'ladi? Shu, tipa gidlik, mehmonxona. Nimalik? Buni Gid. o'qiyapsiz? Voy. So'kinmadim hali. Hozir aytdingiz-ku. Gid deyapman. Gid? Da. Nima edi u? Tarjimon. Ha, tarjimonmi? Men o'yladim. Haligi, bo'ldi. Esdan chiqaring. Ishlamaysiz bu yoqda, faqat o'qiysiz. Da. Ha, yaxshi. Yoshingiz nechida? 18. Ha, 18 kirdingizmi? Da. Voy, молодец. No, Katta qiz bo'lib qolibsiz-a? Qachon boshladingiz yurishni? Yurishni qachon boshladingiz deyman? Qanaqa yurishi? Yurish bor. Yurish qachon o'rgandingiz? Voy. G'alati emasmi? Yo'q, nimaga? Qanaqa haligi gentleman, o'ta bir farosatli bola bilan uchrashuvga chiqyapman deb o'yladingizmi? Da, shunaqa deb o'yladim. Hayotda shunaqa odamlar ham Farosatingiz yo'q bor. ekan, Yo'q, farosat bor, pachka. Ishlatmabsiz. Yo'q, ishlataman. Endi hammasini ishlatmayman-da, prosta. Kerak paytda ishlataman. Hozir unchalik zaril emas. Masallarga nechtadan tuqqin dedi? 2 ta. Yaxshi. O'xshamayapti-da. Nimaga o'xshamaydi? Bilmadim, o'xshamadi. Nimalarga qiziqasiz bo'pti? Ozgina kayfiyatingizni ko'taray dedim-da. Manmi? Yo'q, boshqasi. Qo'shnis. Sizda kanashlar. Siz bilan Nima ish gaplashyapmiz. qilasiz o'zingiz? Menmi? Da. Ano, aytishga noqulay-da. Aytaveraymi? Erkaklarni nimasi bor-ku, ichki kiyimi. Shunaqa ishlab chiqaraman. Erkaklarning ichki kiyimi? Ha. Kalt ishtoni bilan maykasi bo'ladi-yu, shunaqa ishlab chiqaraman. Komplekt. Aziz aka, Mansur qalaysan? zo'r aka, siz rostdan ham amerikanskiy YouTube orqali 120 kunda odamlarni dohodga ilashtiryapsizmi? Qanaqasiga? Bizning YouTube kursimiz bor. Aha. Tayyor strategiyamiz bor. O'sha strategiyadagi shartlarni hammasini birin-ketin bajarsa, dohod kafolatlangan. Agar 120 kun ichida ham na dohod, na monetizatsiya bo'lmaydigan bo'lsa, biz pullarni 100% qaytarib beramiz. O'rtoqlar, albatta bu kursni sotib olish uchun ekranlardagi nomerlarga Telegram orqali va boshqa tarmoqlar orqali yozsanglar, Aziz akam o'zi sizlarni kutib oladi. Yozinglar, YouTube'da pul ko'p. Buni olish kerak. Hamma bor edi. Ha, solishmabdi bolalar. Shunaqa.
Yaxshi biznes lekin. Qancha foyda? Foyda normal. Normal foyda qoladi. Oyiga 10 ming 15 ming bor. 10 ming 15 ming? Yetadimi sizga? Kontrol qila olasizmi? Yo'q. Shuning uchun ham o'zim kontrol qilganim yaxshi. O'zim kontrol qila olaman. Endi 10 ming 15 ming dedim. Meni kontrol qila olasizmi demadim. Men o'zim kontrol qila olaman. Shiringina qizlar ekan, qarang. Qizlar bilan yurmayman, ichmayman, chekmayman. Yomon yo'lga yurmayman. O'xshamayapti. Nimaga o'xshamaydi? No, hozirgi zamonda ichmaydigan, chekmaydigan bolalar yo'q. Bor, mana bittasi qarshisida o'tiribdi. O'zi nechinchi yilsiz? 2003 mi? O'xshamaydimi? 2003? Ha? Rostmi? Yo'q, rost Yosh bola aytyapman. ko'ryapsizmi mani? Yo, o'zim yosh bola ko'ryapman. 2003 mi rostdan? Bo'pti, nechi berasiz? 91 ga o'xshaysiz. Turishingizni qarang. Nima qilib turishimga qarang, normal bugun sizga yoqaydi panamalarni kiyib chiqdim. Shortinglardami? Endi Uchrashuvga ham shunaqa chiqadimi? shortidami? Da? Da, nimada chiqadi? Boyitdan biri aylanib yuribmiz-da. Shalvarda chiqmaydi-yu, nima qilish kerak aylanmasdan? Xo'p, bu joyga o'tiramizmi, yo'qmi? O'tiribsizmi yo turibsizmi? O'tiribsiz mana. Qanaqa tilda gapirasiz? Ruscha gap. Tegma shuni tovug'iga. Muzdekkina issiqda keldi-zu. Makiyajlaringiz oqib ketadi. Uchrashuvga chiqqanmisiz o'zi avval? Ha, juda ko'pchilik. Oho, men Mashinaqa moshinada olib yurganmisiz yo'lda? Yonkacha bugun nechta tug'dingiz? mashinada udobnada. Endi birinchi uchrashuvimiz, agar bir-birimizga rangini qarang. Endi bir-birimizga kelishib qoladigan bo'lsak, undan keyin qayergadir olib borib restoran. Siz o'ylayapsiz, hozir umuman meni ahvolimga qarab, bu hech qanaqa bir romantik bo'la emas yoki nima deydi? Jumotga o'xshayapsiz. Ha, shunaqaga o'xshayapman-da, to'g'rimi? Da. Masalan, birinchi uchrashuvda masalan gul olib keladi yoki restoranga kiritadi qanaqadir. Sizda unaqa ideya yo'qmi? Endi hozir gul ko'tarib yurishim qoladi shu issiqda. U gul ham siz yoningizga yetib kelguncha bilasizmi qanaqa ahvolga tushadi. Meni qarg'aydi. U gulni siz yoningizga olib kelish uchun suvga solib olib kelishim kerak, tagidagi bonkasi bilan. Gulga gul berib bo'lamidimi, dizda o'sha? What? Yo'q, u вообще xatolik. Umrimda unaqangi darajada katta xatoliklarga yo'l qo'yishdan o'zimni shunaqangi saqlaymanki, shuning uchun ham hozir siz bilan mashinada aylanib yuribmiz. Tasavvur qilyapsizmi? Kamida 108 ta uchrashuvga chiqqanman. 108 ta. Sizga tegmagandek ko'rasiz. Yo'q, gap unda emas, yoqmagan. Sizga yoqmaganmi? Ha, sizga hozir aytmoqchi bo'layotganim, nimaga namyoq qilayotganimni bilyapsizmi? Yoqishga harakat qiling. Fa. Buni erib eshitsin, kuchugini yoradi. Endi Men sizga yoqishga harakat qiling. Конечно, endi mana uni qarang. Siz menga yoqishga harakat qilmaysizmi? Endi oyiga 10 ming 15 ming topadigan odam yoqishga harakat qilish shart emas. Siz endi mendek ana Tursun maykachini tasavvur qilyapsizmi? Mendek eriz bo'lishi yomonmi? Hali eng qizig'i mana 8 yil bo'lgan bo'lsa shu joyni ochganimga. Hali beri o'sha yerga nom qo'ymaganman. Endi mana hozir siz bilan endi tanishdik. Mana ozgincha bo'lsa ham ko'nglimga ketadi. 3% bo'lsa ham yoqib turibsiz. Qolganlar 3% ham yoqmagan. Agar siz bilan endi taqdir bo'lib ketadigan bo'lsa, o'sha yerni nomini siz bilan aniq qilmoqchiman. Men tegmayman sizga. Ko'rasizmi, qanaqa jimotsiz? Anaqa ersirab qoldingmi? Faqat mana shu yerda aylantirib yuribsiz qatlagadir. Qattaligimni ham bilmayman даже. G'alati emasmi sizga? Ko'cha-pochaga chiqib turish kerak odam. Va ko'cha-pochaga chiqqanim uchun aytmayman. Men shuncha uchrashuvga chiqqan bo'lsam, har bittasi gul olib kelgan menga. Nechtasiga chiqqansiz uchrashuvga? Men ham ko'p chiqqanman, между прочим, ishingiz bo'lmasin. Mana o'sha olgan joyingizga tashab qo'ying. Nechta uchrashuvga chiqqansiz bo'psiz?
tillarim ham sepish qilib ketib qolyapti. Siz bu gapingizdan keyin. Aziz aka, Mansur qalaysan? zo'r. Aka, siz rostdan ham Amerikanskiy YouTube orqali 120 kunda odamlarni dohodga ilashtiryapsizmi? Qanaqasiga? Bizning YouTube kursimiz bor. Aha. Tayyor strategiyamiz bor. O'sha strategiyadagi shartlarni hammasini birin-ketin bajarsa, dohod kafolatlangan. Agar 120 kun ichida ham na dohod, na monetizatsiya bo'lmaydigan bo'lsa, biz pullarni 100% qaytarib beramiz. O'rtoqlar, albatta bu kursni sotib olish uchun ekranlardagi nomerlarga Telegram orqali va boshqa tarmoqlar orqali yozsanglar, Aziz akam o'zi sizlarni kutib oladi. Yozinglar, YouTube'da pul ko'p. Buni olish kerak. Siz o'ylayapsiz, hozir men romantik emas deb. Hozir men romantik deb yoqadigan bo'lsam-chi, hijolatdan erib ketasiz bu yerda. Oh my god! Wow! Rostdan. Vau. Ishonmaysizmi? Yo'q, Ahamiyat berib emas. Yo'q. Quyosh bo'ladi, bulut bo'ladi. Bu bozor o'libdi-ku. Yo. Ya, to'xtang, adashib ketdim. Dengiz bo'ladimi, bulut bo'ladi? What? Kim bo'ladi? Jimot bo'lmay nima bo'lsangiz ham. Pas bo'lmang, erkak bo'ling, erkak. Erkak? Rostida qarang hozir, yosh bolaga o'xshab yoshingizni qarang. Men bu yerda restoran bor ekan, o'shga kiraylik, davay. Men ertalabdan beri ovqatlanganim yo'q. Bugun uchrashuvga chiqaman deb ovqatlanmasdan yurgan. Bilasizmi, men makiyaj qilib kelganman, kiyinib kelganman bu yog'i. Va qoplamayapti. Kiyinib kelasizda, kiyinib kelmasdan. Balet bo'ldi-yu bu yoq. Men normal kiyinib kelganman. O'sha uchrashuvga chiqaman deb. Menchi. Mashinada bo'lganim uchun hech kim ko'rmaydi dedim. Sizga просто qiziqmasdi, вообще qiziqmas sizga hozir. Nima qiziqmas? Sizni qarang, makiyaj qilganingiz, kiyinib kelganingizmi? Da, men tayyorlanib kelganman. Uncha chiyilsiz, baqirasiz. Baqirmang, sekin spokойныйroq gapiravering. Mashinaga chiqqaningizdan beri urush janjali. Agar sizga uylanadigan bo'lsam, umrimni yeysiz. Sochlarim to'kilib ketadi. Unaqa emas, terskarsi bo'ladi. Nega? Sizga tekkan qiz, he. O'sha o'lib ketadi u qiz. Nega? Jimotsiz-da, Gap jimotlikdan emas. Agar gap jimotligiga kelib taqaladigan bo'lsa, ishonasizmi? Ustingizdan gullarni sochib yuboraman. Ramyonga bo'k turib qo'yaman, nima deyapsiz? Meni ham uyda samolyotim bor. Ramyon yeysizmi? Yorildimmi? Bu bilan lag'ma olaman qulog'ingizga demoqchimisiz? Yo'q, gap unda emas. Prosta hozir Toshkentda shunaqa narsa moda bo'lib ketganki, Zo'r uchrashuvga Ramyonxonaga boramiz, zo'r. hozir avtoritet. To'g'ri kelmaydimi? Siz umuman 15 ming, 10 ming topadigan bolaga o'xshamayapsiz. Endi topish topamiz, lekin Men bunaqa mashinada yurib, siz mashinangizga qarab yursangiz nima bo'pti mashinaga? Nima bo'pti? Qarang, chayligini, men bilan qarang, ko'ryapsizmi men buni? Ozgina yuvib tayyorlanib kelmagansiz uchrashuvga, bilasizmi shuni? Endi tayyorlanib keladigan odam yoniga tayyorlanib boraman-da men ham. Endi uchrashuv ham unaqa важный narsa emas. Xo'p, mana o'sha olgan joyingizga tushirib keting. Nega? Orqaga qaytamiz bo'ldi. Boy qo'l. Yur ket. Baxtli bo'l tavlaring. Yoki mana shunda tushirib keting mani. Вообще-то bor, yoqmadingiz, ishoning. Yozib o'tirmayman Telegramdan. Ну, mayli, farqi yo'q, suvda ketganim yaxshi. Rekord lekin. Bunaqa darajada tez yoqmay qolmaganman qizlarga. Ular prosta etolmagan sizga. Yoqmaganni etolmagan. Yo'q, aytgan, deta bir yarim soat bu yog'idan keyin nagli gapirganda yoqmayapsiz. Endi hozir shu narsani men aytishim kerak emas, sizga to'g'rimi? Ko'zlaringiz xuddi ishoniydi ko'zi bilan barhal ekan. Rahmat. Yaxshi bir somsaxona bor, olib boraymi o'sha yerga? Va ketdik Gumaga boramiz, nima deysiz? Yo'q, gumma bo'lmaydi endi. Somsa yaxshi kalla go'shtida qiladi. Kalla go'shti qorin aralashtiradi, ichik. Yaxshi. Ta'mi og'zingizda qoladi. Xohlamaysizmi?
Yo, mana shunda tushirib qoldiring. Bo'ldi. Nimaga? To'xtating mashitga, bo'ldi. Вот это поворот! О, какой поворот! Yoqmayapsiz, cho'g'asizmi? Baqirishingizni qarang, shunaqa baqiradimi odam? Bo'pti, boring, ko'zimga ko'rinmang. Вообще yozib o'tirmang, tushundingizmi? Atiyo bo'lib qoling. Ahvolni qaranglar.